Shundoqga $500 beraverasanmi? Nima degani, a? Maklerlarga o'shani uylarni sota olmay qiynalyapsizlarmi? Hozirgi kunda eng oson, eng qulay internetda reklama qildirib sottirsangiz bo'lmaydimi? Men o'zim bilgan, o'zim tavsiya qila oladigan, 2 yildan beri ish faoliyatini yuritayotgan Asilbek ukamni tavsiya qila olaman. Instagramda Asil uylarda ish faoliyati yurg'izadi. Shu ukamiz bo'ladi. Asil, mana obunachilarimga ish faoliyati haqida ozgina ma'lumot bera olasanmi? Botir aka, biz hozirgi paytda Toshkent shahar, Toshkent tuman, Toshkent viloyati bilan ishlab kelyapmiz. 750 dan oshiq uy chiqarganmiz. Lekin shu vaqtgacha 450 dan oshig'i o'zini egasini topib bo'lgan, ya'ni sotib bo'lingan. Har bitta klientni qo'limizdan kelgancha rozi qilishga harakat qilib ishlab kelyapmiz. Instagramda, YouTube'da ish faoliyati yuritamiz. 4 ta kanalimiz bor. Asl uylari, uy bozor baraka. Instagramda, YouTube'da 1 oy davomida klientlarni 8 marta reklama qilishga harakat qilamiz uylarini. Ya'ni boshida 4 marta, 10 kun, 15 kundan keyin yana 4 marta reklamasini sotuvga chiqarib beramiz. Targetlarini yoqib chiqarib beramiz. Shu vaqtgacha har doim target bilan ishlab kelganmiz. Shuning uchun, ya'ni rezultat yaxshi bo'lib kelyapti. Xudo xohlasa sizni nomingizdan chiqadigan bo'lsa, ancha chiroyli skidkalar qilib beramiz. Asl uylariga obuna bo'lib qo'yinglar. Botir achchiq oshnomdan sel skidkalar bombalari bor. Asl obunachilarning 500 ta bo'lsa $500 berasanmi? Hammaga, butun O'zbekistonga. Beraman. Bo'ldi, va'da, hasha, qo'lda. Xalq maza qilsin, shesha, yasha.